Oilada ikkita kelin. Ikkala kelin doim birgalikda ish qilayotganga o'xshaydi. Ammo lekin bittasi sal ko'proq ish qiladi, ikkinchisi uni panasida yuradi. Bunday ovsinlarni qaynonalar qanday tarbiya qilishi mumkin? Albatta, ikkita ovsin ikkita xonadonda ikki xil yo'nalishda tarbiya olgan. Hurmatli qaynonajonlar, ovsinlarni bir-biridan ajratmang. Ularni tarbiyalashga harakat qilmang. Ular tarbiyalanib kelgan. Ularni tartibga solishga harakat qiling. Chunki baribir bir kun emas bir kun ko'za kunda emas, kunida sinadi. Va natijada ish qiladigan keliningiz ham ish qilmaydigan kelinga aylanadi. Sababi ikkala kelin ham bir-biridan ish o'rganishga harakat qilishadi-ku, dangasalikni afzal bilishi mumkin. Shuning uchun kelinlarni tarbiyaga emas, tartibga solish menimcha to'g'ri xulosa bo'ladi.